Doston, yaxshimisan? Yaxshi, Ramiz rahmat. kasalxonada yotganini eshitmadingmi? Yo'q. Qayerda yotgan ekan? Nima bo'pti? O'zi kechadan beri uni qidirib yuribman. Topolmayapman. Ko'chada mashina urib ketibdi. Ezgu niyat shifoxonasida yotgan ekan. Tushunmadim. Kim ekani urib ketgan? Nimaga urib ketadi? Nima ko'ziga qaramabdimi? Haydashni bilmasa nima qiladi mashina haydab? To'xta, Doston, gapimni eshit. Qizishmay o'zingni bosib ol. Yo'q aka. Men uni topib o'zini mashina tagiga tashlayman. Buni men shunday qoldirmayman. Ramizning o'zi yo'lovchilarga qizil choy yonganda yo'lga chiqib qolgan. Haydovchining aybi yo'q unda. Men ichki ishlar xodimlari bilan gaplashdim. Ular menga xabar berishdi. Nimaga aybi bo'lmas ekan? Ramizni ko'rib turib, to'xtasa bo'lardi-ku o'sha odam. Haydovchi ham ko'rmaganda. Uzun yo'lda ketayotgan bo'lgan. Bo'lmasa boshiga balo sotib olib nima qiladi? Xo'p aka, qachon boramiz Ramizning oldiga? Ertaga ertalab boramiz. Qaysi shifoxonada ekan? Bildingizmi? Ha, bildim. Ertaga seni o'zim olib ketaman. Bo'pti aka. Unda men bora qolay aka, ertaga ko'risharmiz. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum mening aziz obunachilarim. Men bugun sizlarga xonim tayyorlashni o'rgataman. Avvalambor biz tayyor xamirimizni yaxshilab olamiz va 15 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgunga qadar biz piyoz va kartoshkalarimizni yaxshilab to'g'rab olamiz. Avvalo piyozdan boshlaymiz. Piyozni maydaroq to'g'rab olamiz. Iloji boricha maydaroq. Piyozingiz qanchalar mayda bo'lsa, shuncha yaxshi. Taom ham mazali chiqadi. Hamma narsa me'yorida bo'lishi kerak. Piyoz ham, kartoshka ham. Mana piyozimizni ham to'g'rab oldik. Endi navbat kartoshkaga. Kartoshkani xohlasangiz somoncha shaklida, xohlasangiz to'rtburchak shaklida to'g'rashingiz mumkin. Iloji boricha kartoshkani ham maydaroq to'g'rashingiz kerak. Hozirgi qiladigan xonimimizga
qo'lingizdan kelgancha masala qo'shishingiz mumkin. Bularda misol uchun sabzi, ko'kat ham qo'shishingiz mumkin. Bu o'zingizning tabiingizga bog'liq. Kartoshkani qanchalar mayda to'g'rasangiz, ovqatingiz shunchalik tez pishadi. Mana kartoshkamizni ham to'g'rab oldik. Endi piyozga aralashtiramiz. Yaxshi, stop. Oldingmi Maftun? Azi, ko'nglim to'lmayapti. Voy, nega? Bunga bir operator chaqirish kerak. Meni uyimda olishimiz kerak edi. Oshxonamiz ham chiroyli edi. Hamma sharoit bor edi. Yo'q, Maftun. O'zimni oshxonamda erkin his qilaman. O'rganib qolganman. Uyingdagilarni ham ovora bo'lib qolgani qoladi. Maftun, shu oddiyligi yoqadi. Yana davom etaylik. Kelgan joyda. Mayli, o'zing bilasan. Endi tabga ko'ra tuz, har xil ziravorlar qo'shishingiz mumkin. Va aralashtiramiz. Ramziddin, yaxshimisan? Hech qayering og'rimayaptimi? Ancha yaxshiman. Ey Xumpar, menga qara. Qani haydovchi? Nima bo'ldi senga o'zi? Yo'q. Ayb o'zimda edi. Xayol bilan yo'lga Qanaqasi senda bo'ladi ayb? Ko'zi bormidi haydovchini? To'xtasa bo'lardi-ku seni ko'r. Ey, o'zingni bos. Ayb menda bo'lgani uchun men davoyim yo'q deb yozib berdim. Hali yozib ham berdingmi davoyim yo'q? Bo'ldi, o'zinglarni bosinglar. O'zingni yaxshi his qilayotgan bo'lsang, bu yaxshi. Rahmat aka. Men yaxshiman aka. O'zlaring yaxshimisizlar? Ha, yaxshimiz. Sizlarni ham ovora qilib qo'ydim. Bu nima deganing? Bizni xafa qilyapsan. Mendan xafa bo'lmanglar. Sizlarni biror ishingiz bo'lsa, Ye. ishdan qoldirmay degandim. Xumpar, buni gapini qaranglar. Bizni nimaga ishdan qoldirasan? Ramziddin aka? Xush kelibsiz, keling. Tushunmadim. Hozir nima bo'ldi? Ha? Azra. Ramziddin? Bizga aytmasdan, kim bu? Yo'q. Xumpar chatoq-ku. Nima Tushunmadim. desan? Ha, gap qayerda? Yo'q. Haydovchida ham ayb yo'q. Davoyim yo'q deb yozib bergan ekansan-da. Voy Tanishim. Xumpar. Ismi nima? Chiroyli qiz ekan lekin. Nima edi? Rashk qilishini qarang. Ay. Bir tanishim. Ha, yaxshi. Juda ham yaqin o'rtog'ing bo'lsa kerak. Tushunarli. Keyingi oyni 15-sanasigacha yubora olamiz sizga. O'tirib tur. Aha. Yana bilmadim. Bu haqida maslahatlashib ko'rishimiz kerak. Keling, ko'rishganimizda batafsil gaplashaylik bu haqida, chunki telefonda bitadigan ishga o'xshamayapti. Hamkorlarimiz bilan ko'rishib, alohida har bir masalani ko'rib chiqyapmiz va oyning qaysidir kunini sizning kompaniyangizga ham bag'ishlashimiz mumkin. Xo'p, qayta qo'ng'iroq qilaman haliroq. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsan. Yaxshi keldingmi? Uzra, seni kuttirib qo'ydim, telefon bilan ovora bo'lib qoldim. Mayli. Ishga sho'ng'ib ketibsiz. Ha, endi ko'rib turganingdek. Harakat qilishimiz kerak. Xo'sh, o'zingda nima gaplar? Shu ovqat qilishni videoga olgandim. Yaxshi. Sizga ko'rsatay deb keldim. Xo'sh, ko'raylikchi. Nima ovqat tayyorlading? Shu o'zim bilganim xonimdan boshladim. Yaxshi taom tanlabsan, lekin xonim tayyorlashni hamma biladi-yu. Bilasanmi, sen noodatiy va tez tayyor bo'ladigan taomlarni tanlashing kerak. Chunki seni ko'rayotgan tomoshabin ham o'zi uchun nimadir olish kerak. Men ham shu taomlarni o'ylagandim. Lekin hali pishirishni o'rganmadim. Ha, lekin boshlanishiga yomon emas. Ko'nikib ketasan. Eplolmayman deysan. Mana, bir chiroyli, tuppa-tuzuk video olib kelibsan. Dugonam Maftunga yordam berdi. Yaxshi.
Sizning tavsiyalaringiz Juda yaxshi. quloqim tagida jaranglab turdi. Shu tarzda davom etsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin bilasanmi, Aziza? Bu yerda tayyorlangan videoingni internetga joylay olmaysan. Joylasang ham obunachilaring ko'paymaydi. Senga boshqa joy topishimiz kerak. Chunki tomoshabinni jalb qilish tasvirga ham bog'liqda. Uning uchun senga rangli, hamma qulayliklarga ega bo'lgan joy kerak. Uni ham hal qilamiz, xudo xohlasa. Hozir undan ham avval qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. YouTube'dan senga alohida kanal ochishimiz kerak. Nomini nima deb qo'ysak ekan? O'ylagan noming bormi? Yo'q. O'zingiz bironta nom tavsiya qiling. Menga hech kelmayapti. Endi mavzudan kelib chiqqan to'g'riroq. Sening mavzuying taomlar haqida bo'ladigan bo'lsa, tamaddi.uz deb nomlasak nima deysan? Tamaddi? Ha. Muncha chiroyli nom. Yoqdimi? Albatta yoqdi. Oshxonam butun dunyoga mashhur bo'lar ekanda. Ha. Albatta. Sen iloj boricha tez video joylab turishing kerak. To'g'ri, har kuni ulgurmaysan. Lekin 2 kunda bir albatta video joylashing kerak. Kuzatuvchilaring ham uzoq kutib qolish kerak emas. Xo'p. Aytganlaringizni vaqtida bajarishga harakat qilaman. Bilasanmi, Aziza, menga nima yoqyapti? Nima? Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sen bajarishga urinib ko'rayotganing, harakating yoqyapti. Agar sen shu ketishda davom etadigan bo'lsang, yaxshigina futbloger bo'lasan. Rahmat sizga ishonganingiz uchun. Men seni dastlabki muvaffaqiyatlar bilan tabriklayman. Rahmat. Ramziddin aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Bu yerda nima qilib yuribsan? Nima qilib yurardim? Sizni ko'rgani keldim. Yaxshi qilibsan. Boshingiz og'rimayaptimi? Qo'lingiz ham rosa og'riyotgan bo'lsa kerak. Voy, kechiring. Og'rimayapti. Og'riq o'tib ketdi. Boshida juda qattiq og'ridi. Kamida sen ham yo'qsan yonimda. Tuzalib keting, ilohim. Sizni ko'rib jonim og'rib ketyapti. Sevara, bo'ldi, yig'lama. Hali tuzalib ketaman. Meni yupatishning o'rniga sen yuragimni battar ezyapsan. Kechiring. O'zimni bosolmay qoldim. Bo'ldi, boshqa yig'lamayman. Tezroq yaxshi bo'lib ketsangiz bo'ldi. Ana endi o'zingga kelding. Oz qoldi tuzalishimga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rganimdan xursandman. Yaxshimisiz? Ishlar yaxshi bo'lyaptimi? Rahmat. Bugundan boshlab shu yerda. Ha, rahmat. Siz ishingizni davom ettiravering. Aha, xursandman. Assalomu alaykum Doston aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat, yaxshi. Ishlar nima bo'lyapti? Charchamayapsizlarmi? Yo'q, qiynalmayapmiz. Gulnor opaga rahmat. Ha, yaxshi. Yordam berib turdilar. Yaxshi, Durdon opa yaxshi odam. Lekin Nima lekin, tinchlikmi? nimagadir mijozlarimiz kamayib ketdi. Nimaga? Bundan Durdon opaning xabarlari bormi? Xo'p, Bir ikkita so'ragan kitoblarni topib bera olmadik. Keyin Durdon opa ham o'ylayaptilar nima qilish kerakligini. xo'p, mayli. Bo'lar ish bo'pti. Xo'p, Kitobxonlarni jalb qilish yo'llarini topamiz. Siz menga bizda yo'q kitoblar ro'yxatini bersangiz, men to'ldirib qo'yaman. Men Xo'p, xonada bo'laman, mayli. Kutaman sizni. xo'p. Kiring. Iye.
Assalomu alaykum Aziz aka. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Ishlaringiz yaxshimi Aziz aka? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Xo'sh, xizmat. Esingizda bo'lsa, o'tgan galam bir kelgandim. Biznes reja bo'yicha. Ha, esimda. Hali vaqtim bo'lmadi taklifingizni o'ylab ko'rishga. Mayli. To'g'risini aytsam, o'zimga ham o'sha reja yoqmadi. Aytishlaricha, biz aytgan meva uncha ketmayotgan emish. Shunga boshqa bir reja bilan kelgandim. Ha, tushunarli. Xo'p, aytingchi yangi rejangizni qanaqa ekan? Shu shaharda bir sex ochsammi degandim. Shirinliklar pishiradigan sex. Hozir to'y maraka ko'p. Shirinlikni bozori chaqqon bo'ladi aka. Nima deysiz? Rejangiz yaxshi uka. Lekin o'zim ham xijolatdaman. Qo'shimcha biznes qilishga xohishim yo'q. O'zimning ishim yetarli. Aziz aka, iltimos, bir o'ylab ko'ring. Jon deb yordam berardim-u, afsus ilojim yo'q. Tushuning. Odamni xijolat qilmang. Siz yaxshisi bankdan kredit oling. Agar bu bo'yicha muammoingiz bo'lsa, mana menga aytasiz, men yordam beraman. Dadamning o'rtog'ining o'g'li ekanligingiz hurmati shu masalada yordam berishim mumkin. Lekin shirinlikni bir o'ylab ko'rganingizda yaxshi bo'lardi-da, aka. Xafa bo'lmaysiz degan umiddaman. Xo'p. Unda men bora qolay. Rahmat Aziz Mayli, aka. sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, yaxshiman ancha. Nima qilasan yana ovora bo'lib kelib? Voy, Har kun kelyapsan. Yana buni ustiga ovqat ko'tarib kelyapsan. Bu yerda hamma narsa bor, hamma narsa yetarli. ovorasi bormi? Qolaversa, yaqinda chiqaman, javob berishadi. Siz tezroq tuzalib ketsangiz bo'ldi. Men tuzalib ketdim. O'qishlaring yaxshimi? Zo'r. O'zi o'qishga boryapsanmi? Boryapman. Aldama. Yig'layotganim yo'q. Xo'p, bo'ldi. Darrov arazlab olishingni qara. Seni ko'rib xursand bo'ldim ancha. Tezroq chiqsangiz bo'lardi. Chiqishim bilan birinchi uchrashgan joyimizga boramiz. Mana shu yermi? Mana shu salonga kiramiz. Boshqa salon yo'qmidi? Yo'q, shu salonga kiramiz. Dugonalarim shuni tavsiya qilgan. Xo'p, bo'pti. Yuring, kirib ko'raylik. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizga kelin ko'ylak kerak. Marhamat, qanaqasidan kerak? Oq rangi bo'lsinmi yoki qaymoq rangi bo'lsinmi? Imkon bo'lsa, yopiqrog'idan bo'lsin. Menga yoqadiganida. Menga eng oxirgi urfdagini bering. Bu yo tomondagi va bu yo tomondagi ko'ylaklarimiz eng oxirgi urfdagi ko'ylaklar. Marhamat. Mana bu Swarovski toshlardan foydalanilgan ko'ylak. Etaklari ham toshlar bilan bezatilgan. Shlifflari ham juda ham chiroyli. Kiyib ko'rasizmi? Mana shuni ko'ra qolaylik. Xo'p bo'ladi. Yuring. Marhamat, oynada ko'rishingiz mumkin. Qalay, yoqdimi? Sizga Juda ham juda ham yoqdi. yarashdi. Yoqdimi?
Sal ochiqroq ekan. Yopiqrog'i yo'qmi? Bor. Qaymoq rangdagi ko'ylaklarimiz ko'rishingiz mumkin. Bu ancha yopiqroq va sizga juda ham yarashadi. Kiyib ko'rasizmi? Mayli, ikkinchisini kiyib ko'raman. Xo'p bo'ladi. Qalay, yoqdimi? Ha, Sizga juda ham chiroyli. yarashdi. Rahmat. Yelkalari ham ancha yopiq. Bunisi boshqa gap. Menga ham ma'qul. Oyijonim, Voy bolam, keldingmi? charchamayapsizmi? Yo'q, Zerikmay o'tiribsizmi oyijon? Yo'q. Nimaga ham zerkardim bolam, ishlarim ko'p bo'lsa. Uyim ishlari, mana tikib o'tiribman. Qani? Menga ayting, bering. Men yordam beraman. Voy yo'q ey bolam, qo'y. Sen qiladigan ishlar emas bu. Senga anchadan beri bir gap aytaman deb yurdim. Nimagan oyijon? Tinchlikmi? Bolam, sen tengilar allaqachon bola chaqali bo'lib ketishdi. Ha, seni ham uylanish vaqting kelmadimikin, bolam? O'ylab ko'rdingmi? Men ham bir kelinni qo'lidan choy ichsam deyman. Qo'ysangiz-chi oyi. Uylanish qochmas. Mana bu ishlar joyiga tushsin. Ey bolam, ish deysan. Ish tugarmidi? Men ham uyda bir o'zim zerikib o'tirmasmidim. O'zingni o'ylamasang, meni ham o'yla. Sizni o'ylab yuribman oyijon. Bir o'zingiz qiynalib ketdingiz deb. Bering oyijon, bering. Yo'q ey bolam. Kelin kelsa, uyimiz ham nurga to'lib ketarmidi deyman-da. O'zing ham ishdan sal ozgina chalg'irmiding? Har tomonlama o'ylab ko'r bolam. Xo'p, mayli oyijon. O'ylab ko'raman. Faqat uylanishga hali va'da bermayman. Ha, men unda bo'lmasam, sekin-sekin yaxshi qizlarni surishtirib yurayin, ha bolam? Mana mahallamizda rosa ham yaxshi qizlar ko'p. Oyijon, biroz erta emasmi? Shoshmayapsizmi? Voy, Hali oldimda akam bor. bo'ldi. Unaqa bo'lsa, ikkala o'ylarga ham kelin topaman-da. Ikki o'ylarni to'ylar bir kunda o'tkazamiz. Oyijonim, bo'ladi. Voy bolam ey. Keling, men yordam beray. Yo'q, qo'ysang-chi. Mana Mayli. bo'lib qoldi. Unda. Alo, eshitaman. Bu Azizmi? Ha, menman. Kim bu, tanimadim. Ha, shunaqasilarda bir ikki so'm topib, burunlaring ko'tarilib qoladi-da. Kechirasiz. Kechirmayman. Sizga tushunmadim. Menga qara, Olifta. Nimani tushunmading? Yelkangdagi boshmi yo oshqovoqmi? Kimsiz? Mendan nima xohlaysiz o'zi? Sal o'keyni bosib ol. Pul topib aql topmagan. Duch kelgan eshikka burningni tiqaverma. Tag'in sichqoningni mintanga bo'lmasin. Tushunmadim. Hey yo'q, be yo'q, o'zingdan o'zing qo'ng'iroq qilib nimalar deyapsan? Menga qara, O'sar. Bu gapni o'ng quloqing bilan ham, chap quloqing bilan ham eshitib, miyangga qo'yib ol. O'zingga qarab yur. Pulim bor ekan deb o'zingdan ketma. Shunday qilamizki, o'ligingni ham birov topolmaydi. Ho, nimalar deyapsan, maraz? Erkak bo'lsang, o'zing tanishtirgin. Nima gaping bo'lsa, yuzimga gapir. Gap shu. Buni ogohlantirish deb qabul qil. Keyingi safar sen aytganda yuzingga gapiraman. O'shanda burro so'ylayotgan tiling kalimaga kelarmikin? Ko'ramiz. Yaramasi. Sen hali qarab tur. Seni kimligingni topay. Telefonda popsa qilish qanaqaligini ko'rsatib qo'yaman senga. Baribir bir kun oyog'ingdan ilinasan. O'shanda ko'raman ahvolingni.
Seni basharangga. Salomat bo'l. Voy ablahe. Voy marazey. Hali shoshmay tur. Ko'ramiz. Kim oyog'idan ilinarkan. Baxtim kutib, yuguraman burgutday uchib, jonimni avaylab qo'lda tutib, quvonchni qo'yganman men unutib. Go'yoki bu umrim qoldi bir kunlik, manzil uzoq va qop-qora tun. Yuguraman garchi oyoqlar qon, ajalga tik boqib jonga jon. Olovli yo'l, manzil uzoq, lek yo'llarimda juda ko'p tuzoq. Yorug'likni istasam biroq, hamma joy qop-qora ko'rmasoq. Ya Rabbim holatimda bir bor